Qoidamizga qaraymiz hammamiz. Navbatdagi qoidamiz murakkab sonlar. Murakkab sonlar. Menimcha buni ko'pchilik tushunadi ham. Ina shu qatorga girmaganlar hammasi nima bo'ladi? Murakkablar bo'ladi. Endi bu murakkab sonimizning birinchi qoidasi bor. Tub bo'lmagan sonlarga murakkab sonlar deyiladi. Buning da sizlar ham bo'ladi. Dim aniq bor endi. Asosiy qoidasi bu murakkab soni qoidasi. 2 dan ortiq bo'luvchiga ega bo'lgan sonlarga murakkab sonlar deyiladi. Bo'luvchi nima ekanligini bilasizlarmi? Bo'luvchi nima degan? Bo'linadigan sonlar. Bo'linadigan sonlar. Masalan, qaranglar. 6 1 ga bo'linadi. 2 ga bo'linadi. 3 ga bo'linadi. O'zina bo'linadi. Ortib ketdimi 2 dan? 2 dan oshkorligi uchun biz buni murakkab son deb aytib bilamiz. Masalan, 5 1 ga bo'linadi. O'zina bo'linadi. Boshqa songa bo'linadi. 2 dan ortdimi bu? 2 dan ortsa murakkab. 2 ta bo'lsa nima bo'ladi? Tushundingizlar. Kelishdikmi? Demak, tushundingizlar, sizlar murakkab sonlar. Demak, bir o'ziga yarasha ko'pmiz. Tub ham murakkab ham emas u. 2 tub, 3 tub, 4 na? Murakkab. 4 murakkabmi? Neden bildingiz? Qaranglar, bu qatnashib o'tirganlar. Sal qattiqroq so'lamasangizlar bo'lmaydi. Sababi mikrofonimiz menda, sizlar ovozingiz uncha kelmaydi menga. Videoda keyin ustozni o'zi dars o'tdi deb o'ylamasin. Shuning uchun sizlar ham qatnashib o'tiringlar, darsimiz qiziqli bo'lishi uchun. Kelishdikmi? Video ko'rib o'tirganlar, sizlar ham qatnashib o'tirsangiz bo'ladi o'tiraveringizda. Dang, aytib tursangiz bo'ladi. Demak, 4 qaysi sonlarga bo'linadi ekan? 1 ga, 2 ga, o'zina. 2 dan ortdimi? Ana murakkab shuning uchun. 4 dan keyin 5 bor. Murakkabmi, tubmi? 6 na? Murakkab. Nimaga murakkab? O'zidan tashqari boshqasidan ham bo'linadi. Buni hammasini sanab o'tirmanglar, 6 ni. Murakkab ekanligi shu. 1 ga bo'linadi. O'zina bo'linadi. 2 ga bo'linadi. Vani kerakmidi? 2 dan ortiq tamom-ku. Tushundingizlar? Vani shart emas. Demak, 4 dan keyin 6 bor ekan. Keyin 8, keyin 9, keyin Angli bo'lgan odam qarab o'tiribdi deb deyishadi. Ishida yo'qini beryapsiz sizlar bilaman. 11 bor, demak beri 11 aytmaslik kerak. Bo'lmasa pishamiz. 11 dan keyin eshitib nima bor? 13 bor. O'rtada 12 qolib ketdi, 12. Tushundingizlar? Bunda tafsilotlar ham bo'laveradi. Aytingiz yana. 14, 15, 16, hokazoga yetib qoldi. Menga ham topshiriq beraman. Hammangiz ina shuni davomini 100 gacha olib borib qo'yishingiz kerak. Tushunarli? Eslatib o'taman, tub son murakkab son ekanligini bilish uchun hammangizga maslahat. Noldan boshlab turgan o'quvchilarga maslahat, ina shunday shaklda ishlanglar. Shunday shaklda o'ylaninglar. Miyangiz fikrlashi yanada yaxshilashadi, xudo xolasa. Masalan, yana ham aytaman. Misol uchun 25 degan sonimiz bor. 1 ga bo'linadimi? O'zina bo'linadimi? Savol, yana ham qaysiga bo'linadi? 5 ga. Qaranglar, nechta bo'ldi bu? Agar shu 2 ta bo'lganda edi, tub son bo'lar edi. 2 dan ortganlik uchun nima bo'lib turibdi bu? Murakkab son. Har bir misolni maslahat beraman. Har bir sonimizni mana shu tartibda tahlil qilib chiqing. Juda foydali bo'ladi sizlarga. Kelishdikmi? Demak, hozir sizlar bilan biz tub son murakkab sonni o'rgandik. 10-qoidamizni keyingi darsda o'rganamiz, xudo xolasa. Demak, 10-qoidaga keldik sizlar bilan. 10-qoidada aytadi. 10-qoidada aytadi, yozib qo'yamiz yana. Sonlarning kanonik yoyilmasi. Kanonik yoyilmasi. Ayrim adabiyotlaringizda, ya'ni matematik adabiyotlarda sonlarning kanonik yoyilmasi deb qo'ydilar bu narsani. Tushuntirib beraman. Masalan, 2 xonali sonimizga e'tibor beraylik. Ustunda ishining tayoqi bo'lsa, demak biling 2 xonali son bu. Agar ustunda tayoq bo'lmayin, a bilan bu dursa, biling o'rtada ko'paytiruv bor. Ustunda tayoq yo'q bo'lsa, bilinglar, o'rtada navbada bo'lish kerak. Ustunda tayoq bo'lsa, o'rtada ko'paytiruv yo'q. Bu 2 xonali sonni ko'rsatib turibdi sizlarga. Shuni tushunmanglar manasini. Agar a, b, s bo'ladigan bo'lsa, necha xonali son bo'ladi? Ana tushundingizlar. Endi maktab vaqtimizda yodimizga solamiz hammamiz. Maktab vaqti ustozlaringiz sizlarga o'rgatgan birlar xonasi, o'nlar xonasi, yuzlar xonasi yozishdimi? Shu eng o'ng tarafdan birinchi raqamdan boshlaymiz. Birlar, mana bu. Mana bu birlar ekan. Birinchi o'nlar, mayda raqam etib yozib qo'ying. Xo'p. Endi buni chiroyli bir yo'li bor. Yaxshilab eshiting. Mana shu 10 ni a ga ko'paytiramiz. 10 a. Keyin qo'shuv 1 ni b ga ko'paytiramiz. Ana b. Tushundikmi? Demak 10 a plus nima ekan? B ekan. Demak biz hozir 2 xonali sonimizni kanonik yoyilmasini yozdik, bo'ldi. Ustoz o'zi bu nima deydi bu?
deb savol berasiz. Masalan, 36 degan sonimiz bo'lsin. Birlari xonasida necha bor? 6. O'nlari xonasida? O'nlari xonasida bo'lganlik uchun 10 ni ko'paytiraman 3 ga. Birlari xonasida bo'lgan uchun 1 ni ko'paytiraman 6 ga. Qo'shsangiz 36 ni beradi. Endi shu narsa qanday emas. Tushundingizmi? Endi buni ko'ramiz. Birlar, o'nlar, yuzlar. Qani? 100 a plus 10 b plus necha bo'ladi ekan? S bo'ladi ekan. Hamma tushundingizmi? Masalan 361. 361. Savol. Beda nima bor? Birlar bor, beda, o'nlar, beda, yuzlar. Tushundingizlar? 3 ni nechaga ko'paytiraman? 300 bo'ladi shunda. 6 ni nechaga ko'paytiraman? Keyin 1 ni 1 ga ko'paytiraman. 361. Bir narsa qalin tushundingizlar? Savol yo'qmi? Yo'q. Malades. Demak, siz hozir bu yerda sonlarning qanuniy yo'llanmasini yozishni o'rgandingiz. Endi sizlar bilan sonlarini hozir 11-qoida bo'ladi ekan. Sonlarni natural yo'q, boshda buni o'rganali. Buni o'chirib turamiz. Sonlarni tub ko'paytuvchilarga ajratishni o'rganamiz. Tub ko'paytuvchilarga ajratish. Maydalab yozib turibmiz, qarab boraman. Sonlarni tub ko'paytuvchilarga ajratish. Diqqatli bo'lib eshiting. Masalan, misol uchun 12 degan sonimiz bor, to'g'rimi? 12 degan sonimizni biz 4 ko'paytiruv 3 desak, ko'paytuvchiga ajratgan bo'lamiz. Ko'ryapsizlar. Ishlatgan bo'lamiz ekan? Ko'paytuvchiga ajratgan bo'lamiz ekan. Endi sizlarga savol. Tub ko'paytuvchi bo'lish uchun nechta bo'lish kerakligini sizlarga savol bor. Tub ko'paytuvchi bo'lish uchun nechta bo'lish kerak? Tub ko'paytuvchi bo'lish uchun har bir ko'paytuvchi tub son bo'lish kerak. Savol, 4 tubmi murakkabmi? Murakkab. Ana bo'ldi, bu bo'lmaydi bu. Buni biz tub ko'paytuvchi deb bilmaymiz. Endi biz mana shu 4 ni 10 dan 2 ni kvadratini qo'ysak bo'ladimi? Ina bu 3 ni o'zi duraversin. 3 ni birinchisi deb qo'ysangizlar ham bo'laveradi. Qani savol, ina bu asos bilasiz. Ina bu yuqoridagilar nima? Daraja. Asosdagi sonlarimiz tub sonmi? Demak, biz mana shu sonimizni tub ko'paytuvchiga ajratdik. Kim ma'nosini tushundi? Tub ko'paytuvchiga ajratish nima ekanligini tushundingizmi sizlar? Masalan, misol uchun 6. 6 ni biz 3 ko'paytirib 2 desak. Savol, buni biz tub ko'paytuvchiga ajratdikmi yoki yo'qmi? Ajratdik. Chunki har bir ko'paytuvchisi tub son, shuning uchun. Masalan, savol, 18 degan sonimizni 9 ko'paytirib 2 desak bo'ladimi? Yo'q. Bo'ladi. Lekin biz buni tub ko'paytuvchi deb bilamizmi? Ana endi yo'q. Tushundingizmi? 18 ni biz 9 ko'paytirib 2 desak bo'ladi, lekin tub ko'paytuvchiga ajratib deb ayta olmaymiz. Sababini kim aytadi? Chunki 9 murakkab son. Har biri nechta bo'lishiga deb aytdim? Tub son bo'lishiga deb aytdim. 9 ni nima qo'ysak bo'ladi? 3 ni kvadrati. 2 ni 10 2 nechanchisi? Savol, bu yerda asos nimaga teng? 3 bilan 2 ga teng. Tub sonmi? Bo'ldi. Demak, biz hozir bilgan sonimizni tub ko'paytuvchiga ajratish nima ekanligini tushundik. Endi savol berasiz, ustoz 18 ni bilamiz 9 ko'paytirib 2 ga ekanligini. Katta savollar bo'lsa nishkul bo'ladigan savol bor. Mana shuni sizlarga juda ko'rib beraman. Yaxshilab eshiting. Masalan, 280 degan sonimiz bor. Biz shuni tub ko'paytuvchiga ajratishimiz kerak. Buning uchun men 280 ni sirasiz yozaman, bir tagiga o'tirib beraman shuni. 280 ni faqatgina tub sonlarga bo'lib beraman. Eng kichik tub son necha bizda? 2. 2 ga bo'linadi bu. Qani bo'ling. 140. 2 ga bo'ling. 2 ga bo'ling. Endi 2 ga bo'linadi. Qaysi tub songa bo'linadi? 5 ga bo'linadi. 5 ga bo'ling. 7. 7 ga bo'ling. 1. To'xtaymiz. 280 teng 2 ko'paytirib 2 ko'paytirib 2 ko'paytirib 5 ko'paytirib 7. Aslida shuning bo'lishi kerak. Ya'ni hozir bularni ko'paytirsangiz shuni beradi-ku. Aslida shuning bo'lishi kerak. Lekin imunda 3 tasi bir xil bo'lganligi uchun 2 ni 3-inchisi deb qo'yasiz. Bu yerda 5 dan nechasi bor? Bittasi bor. 7 dan nechasi bor? Bittasi bor. Tushunganlar? Normalmi? Zo'r. Endi 280 ni tub ko'paytuvchi ajratish nima ekanligini tushundingizlar. Boshqacharoq misolim bor masalan. 36 ni shab ishlaymiz masalan. 36 ni siz berasiz, 2 ga bo'lasiz. Necha? 18 2 ga bo'ling. 9 3 ga bo'ling. 3 ga bo'ling. Teng. Ikkinchanchisi. Ha, uchinchisi. Bo'ldi, tamom. Hozir bunday o'tirish aytmagan. Boshdan o'rgatdim. Endi tushundingizlar. Endi bas ketaverish kerak. Tushunarli bo'ldimi? Malades. Sizlar bilan hozir o'rgandik.
sonlarni tub ko'paytiruvchilariga ajratishni o'rgandik. Endi keyingi qoidamiz. Ya'ni 12-qoidamiz. Sonlarni natural bo'luvchilari soni. Natural bo'luvchilari soni. N, B, S. Demak, bosh harf bilan yozib chiqamiz. N, B, S. Tushuniga. Demak, e'tibor bering. Natural bo'luvchilar sonini nima deb belgilaymiz ekanmiz? N, B, S. Nimadan gap chiqqan ekan? N, B, S bosh harflaridan gap chiqqan ekan. O'zi bu nima degan savolga javobni men topib beraman. Masalan, misol uchun 12 ni beradilar. 12 ni deydi, natural bo'luvchilar sonini toping deydi. E'tibor bering. Bo'luvchi degani bo'linadigan son degani. Natural bo'luvchi degani shu bo'luvchilari no bo'lsin degani, natural bo'lsin degani. 12 qaysi natural sonlarga bo'linadi? 1 2 3 4 6 ga o'zini. Nechta bo'ldi? 1 2 3 4 5 6 tami? Demak, 12 ni natural bo'luvchilari soni nechta ekan? 6 ta. Ina javob. Demak, natural bo'luvchilar soni vazifasi bo'linadigan sonlarni sanash ekan. Tushunarli bo'ldimi? Bo'linadigan natural sonlarni ishatish, sanash. Masalan, misol uchun 8 degan sonimiz bor. 8 ni natural bo'luvchilar soni kerak bizga. 8 qaysi sonlarga bo'linadi? 1 2 4 o'zini. Nechta bo'ldi? Demak, 8 ni natural bo'luvchilari soni nechta bo'ladi ekan? 4 ta bo'ladi ekan. Ustoz, endi siz savol bor. Xo'p, yaxshi bilan tushunibmiz, bola asalak halatamiz buni, xudo xohlasa. O'zlarimiz ham tushunamiz. Kattaroq sonlar bo'lsa nechitamiz degan savol bor. Men sizlarga shuni formasini ham o'rgataman. Kattaroq son berilsin degani, masalan, A son berilsin. A sonimizni natural bo'luvchilar soni to'p olish uchun birinchi o'rinda biz buni tub ko'paytiruvchiga ajratishimiz kerak. Masalan, taxminan ishini shaklda ajralsin. A ni n'si, B ni m'si, S ni k'si bilasiz. Bu nodani bu. Masalan, ishidagi sonimizni biz yana tub ko'paytiruvchiga ajratib ko'pmizmi? Shunga o'xshash biron bir belgilar bilan yozib oldim shu ishlarni. Harflar bilan yozib oldim. Endi biz buni natural bo'luvchilari sonini to'p olishimiz uchun mana shu asoslarning darajalariga birini qo'shamiz. Asoslar bilan ishing bo'lmasin. Mana shu darajalarga nima qo'shish kerak? N ga birini qo'shaman, ko'paytiruv. M ga birini qo'shaman, ko'paytiruv. K ga birini qo'shaman, tamom. Shuni ishingizga javob chiqadi. Misol, hali mana tushundingizdan deb so'ramayman. Men misol berib beraman. Masalan, 12 berilsin bizga. Buni bizga natural bo'luvchilar soni to'p olish uchun birinchi o'rinda nima qilish kerak deb aytdim? Tub ko'paytiruvchiga ajratish kerak. Ina bu qoidaga asosan. Ajratib ko'pmiz biz endi. 2 ni kvadrati, 3 ni chansi, birinchisi. Ajratib bo'ldikmi? Endi biz natural bo'luvchilari sonini to'p olishimiz uchun mana shu darajalarga birini ishlatish kerak, qo'shish kerak. 2 qo'shuv 1. Keyin nima bor? 1 qo'shuv 1. Ina bu 3, ina bu 2. Ko'paysancha 6. Demak, 12 ni natural bo'luvchilar soni nechta ekan? Bizlar hozir formula bo'yicha ishladik, 6 ta chiqdi. Ya'ni o'zimiz tushunib ishladik, undan 6 chiqdi. Bir xilmi ekan ikisi? Demak, bizning formulamiz ham to'g'ri ekan, yeb ishlaganimiz ham nechta ekan? To'g'ri ekan. Tushundingizmi hammangiz? Masalan, savol berdilar. Savol berdilar. 360 sonini natural bo'luvchilari sonini toping deb savol berdilar. Uning holatda biz sirazi buni birinchi o'rinda nima qilishimiz kerak? Tub ko'paytiruvchiga ajratishimiz kerak. Ina. İnşaatda yazib beramiz. 360 bo'ladimi? Ishora yozib beramiz yana. 360. Chizib beraman. Nechaga bo'laman? 2 ga bo'laman. Ayting. 2 ga bo'laman. Ayting. Ayting. 2 ga bo'ldim. Nechaga bo'laman endi? 3 ga. 15 oldu. Keyin 3 ga. 5 oldu. Keyin 5 ga. 1 oldu. Endi bo'laymi? 360 teng 2 ni chansi. Aytinglar. 2 ni kubi, 3 ni kvadrati, 5 ni chansi. Birinchisi. Demak, endi biz natural bo'luvchilari sonini to'p olishimiz uchun nima qilamiz? Darajalari, ish darajalari birini qo'shamiz. Darajaga birini qo'shamiz va bir-biriga nima qilamiz? Ko'paytiramiz. 2 qo'shuv 1, keyin nima? 1 qo'shuv 1. Demak, ina bu 4, ina bu 3, ina bu 2. Ko'paytiring. 4, 3, 2. Ha, 24. Savol ham. Tushunib oldikmi? O'rgandingizmi? Demak, keyingi qoidamiz. Yaxshilab eshiting. Sonning natural bo'luvchilari yig'indisi. Yana biz nima o'rgandik? Sonini.
Endi navsi yig'indisi. Yana sanoat necha dona bo'luvchisi bor ekan deb. Endi shu sanoatlarimizni ishlatishimiz kerak, qo'shishimiz kerak, yig'indisini topishimiz kerak. Bosh harflariga e'tibor beramiz. N, B, Y. N, B, Y. Tushundingizmi men? Tushundingizmi? Молодец. Qaranglar. Boshda ma'nosini tushuntirmay to'g'ri formulasi kitaring. Boshda ma'nosini tushunala. Ma'nosi. Masalan, 12 ni natural bo'luvchilari yig'indisini toping desalar, boshda buni bo'luvchilarni yozib chiqamiz. 1, 2, 3, 4, 6 keyin o'zi, to'g'rimi? Buni biz natural bo'luvchilari yig'indisini topish uchun ishi 1 ni, 2 ni, 3 ni, 4 ni, 6 ni, 12 ni ishlatishimiz kerak bir-birini qo'shishimiz kerak. Yana natural bo'luvchilar sonida, bolalarım, buni sonavat degatsa bo'lsa. Endi natural bo'luvchilar yig'indisida buni qo'shamiz ekan. Yerda qoldimi gapim? Demak, 1 qo'shuv 2 qo'shuv 3. Bilasiz 6 ni beradi. Buni qo'shsak 10 ni beradi. Keyin bunda 18 qo'shsakcha 28. Demak, 12 ni natural bo'luvchilar yig'indisi 28 ga teng. Katta son berilsa chiqib bo'ladi. Masalan, A son berilsin. Tub ko'paytiruvchiga ajratal. A'ni m'nisi, buni n'isi, s'ni k'nisi. O'rtadan olib ko'paytiruvlar. Demak, biz natural bo'luvchilari yig'indisini to'p olishimiz uchun diqqatli bo'lib eshiting, chiroyli formula. Mana shu asosni o'zini yozib olasiz. Ina asos bilan darajani ham yozib oldim. Keyin shu darajasini birini qo'shasiz. Ana, qo'shdimmi? Keyin shu chiqqan sondan birini olamiz. Pastda asosni o'zidan ishlatamiz ekan, birini olib qo'yamiz ekan. Tushundikmi? Masalan, buni inibam xuddi shu tartibda yetaveradi endi. Masalan, B daraja 1 qo'shiladi. N qo'shuv 1 bo'ladi. Keyin undan ham nima olish kerak? 1 ni olish kerak. Pastda shu asosdan ishlatasiz, 1 ni olasiz. Qani birgalikda ayting buni. Bo'ling. S darajada nima bor? K plus 1. Ha, 1 ni olamiz, pastda nima bor? S minus 1. Tamam. Buni hozir bir amaliyotda ko'rmayincha tushunmaysiz. Shuning uchun 12 ni masalan biz o'zimiz ishlayotdik 28 chiqdi, to'g'rimi? O'zimiz formula bo'yicha ishlab ko'rar ekan 28 chiqqan ekan. 12 ni tub ko'paytiruvchi ajratdingiz, 2 ni kvadrati 3 ni birinchisi bo'ldi. Natural bo'luvchilari yig'indisi teng nech bo'ladi ekan? Yana shu 2 ni darajasini 1 qo'shiladi, qo'shildimi? Keyin undan ham 1 olinadi, pastda 2 dan olamiz 1 ni. Ko'paytiruv 3 ni darajasini 1 qo'shiladi, 1 ni olaman, 3 dan ham olaman 1 ni. 2 dan berasamcha 1 yozib o'tiraman. 2 ni chansi bo'ladi shu. 2 ni kubincha 8 dan olaman 1 ni. Ko'paytiruv 3 dan berasamcha 2, 3 ni kvadraticha 9, 9 dan olaman 1 ni 8. Bu bilan bu qisqa kesdan nima qoladi? 4 qoladi. Yine bundan buni olaman 7, 7 4 28. Bir kelma ekan. Savol beriladi sizlarga. 48 sonining natural bo'luvchilari yig'indisini toping. Birinchi o'rinda mana shu 48 ni sizlar bilan tub ko'paytiruvchiga ajratamiz. 2 ga bo'lamiz. 24, 2 ga bo'lamiz. 12, 2 ga bo'lamiz. 6, 2 ga bo'lamiz. 3, 3 ga bo'lamiz 1. Demak 48 ni biz yozib bilamiz. 2-chanchisi, 4-si, 3-chanchisi. 3 ni birinchisi. Bo'ldi, tugadi. Natural bo'luvchilari yig'indisi teng, ayting. 2 darajadan olib 4 qo'shuv necha shu? 5. Ha, undan ham 1 ni olaman. Pastda asosdan olaman 1 ni. Qani iltimos, shuni o'zingiz ayting, 3-chanchisi. Ishlarni yozing. Kvadrati. Undan nechadaman? Pastdan olib. Молодец. 2 ni 5-si 32. 32 dan olaman 1 ni 31. Mahraj yozmayman. Nimaga yozmadim? Barakalla. 3 dan 1 ni olaman 2, 3 ni kvadrati 9, 9 dan olaman 1 ni 8 qisqarib ketsa 4 qoldi. 4 bilan 31 ko'paysa 124. Endi hisob kitoblarda tezroq so'zlab turibman, e'tibor bersanizlar. Bilasizlar-ku, yashamasiz. E'tiborli bo'lasiz shunga. Tushundikmi? Savol yo'qmi? Yo'q. Yana bir zo'r qoida bor ekan. Yana bir zo'r qoida bor ekan. Butun bo'luvchilari soni 14. Sonning butun bo'luvchilari soni. Yaxshilab eshiting, bu qoida kitobingizda bo'lmasligi mumkin. Ko'proq imtihonlarda tushishi mumkin. Oson narsa. Bosh harflarni qaraymiz. Butun bo'luvchilari soni. Nima bo'ladi shunda? BBC. B-S. Demak, bu nima ekan? Butun bo'luvchilari soni. E'tibor bering, bugun sizlar bilan zo'r qisqartmalar o'rgandik. NB'sini o'rgandik. NB'ni o'rgandik. Endi nima? BBC.
Yaxshi. Qaranglar. Butun bölüşler soni. Buni ma'nosini tushuntirsam sizlar, rozimisiz? Qaranglar. Masalan, misol uchun 6 ni 12 deb yozsak adam 12 ham, 12 ni ko'rib, boshqasini ham ko'ralar. 6 ni bölüşlari nima? Natural bölüşlari 1, 2, 3, keyin o'zi. To'g'rimi? Manfiy bölüşlari bormi savol? Borku. Minus 1 bo'linadi-ku. Minus 2 ham bo'linadi, minus 3 ham bo'linadi, minus 6 ham bo'linadi. Butun bölüşlari soni deganda inamini ham sanash kerak. Inamini ham sanash kerak. Jami nechta? Jami nechta? 8 ta. Demak, 6 ni butun bölüşlari soni nechta ekan? 8 ta ekan. Tushundingizmi? Barakalla. N bo'lsa ko'paygan 2 bo'ladi. Ya'ni natural bölüşler sonini ko'paytirasizlar 2. Ya'ni sonni nechta natural bölüşlari, ya bo'lmasa bunday tushuntiraman. Sonni nechta natural bölüşlari bo'lsa, shuncha manfiy bölüşlari ham bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Misol uchun, masalan, hozir 12 ni natural bölüşler soni 6 tami, manfiy bölüşlari ham nechta bo'ladi? 6 ta bo'ladi. Savol, 12 ni butun bölüşler soni nechta bo'ladi? 12 ta bo'ladi. Tushundingizmi? Endi buni qoidasini yozamiz. Demak, biz belgilangan sonni butun bölüşler sonini topish uchun, butun bölüşlari sonini topib olishimiz uchun 2 ni ko'paytiramiz natural bölüşlari sonini. Tushundingizmi? Endi bunga misol ko'rib o'tirmayın. Chunki yangigina natural bölüşler soni gaplashaylik sizlar bilan. Shuni 2 ga ko'paytirsanglar bo'ldi ekan, nima gap chiqadi ekan? Butun bölüşlari soni gap chiqadi ekan. Ya bir misol ko'rib beraymi? Ko'rib beraymi bir dona? Shart emasmi? Tushundingizmi? Yaxshi. Butun bölüşler soni ketdi. 15-qoidani ham o'rgating istar endi. Butun bölüşlari yig'indisi. Endi buni aytinglar mana, shab yozamiz qisqartmasini. BBY. Yani babayan deganni ko'ra eshitganmisizlar? Ha? Shu o'shda. BBY. Butun bölüşler yig'indisi. Endi ina shularni ham sanoydik-ku. Endi bilan ishlatish kerak. Qani qo'shamiz. 0 0 0 0. Demak, qoida ixtiyoriy sonning butun bölüşlari yig'indisi nimaga teng bo'ladi? 0 ga teng bo'ladi. Demak, tushundingiz. İxtiyoriy sonni butun bölüşlari yig'indisi nimaga teng? 0 ga teng. Savol beramiz. 6945 sonini butun bölüşlari yig'indisini toping. 0, tamam. Tushundingizmi? Uni qog'ozni olib, cho'rnakda qisqartirib o'tirish shartmi? Yo'q. Savol bor. 8 milliard 956 milyon 685 bin 243 sonini butun bölüşlari yig'indisini toping. 0. Tushundingizlar? Hamma tushunib oldim? Yaxshi. Demak, hozir sizlar bilan butun bölüşlarni ham o'rgandik. Bo'ladi shu. Qolgan qoidalarni ham misol davomida ko'rib boramiz. Endi sizlar bilan to'plamingizni, ya'ni mana shu 96 2003 2007 degan to'plamimizni birinchi mavsumdan misollarni ko'rib boramiz bir yandan. Kelishdikmi?